Laylatul Qadr kechasida qanaqangidir 100 rakat o'qiydigan namoz yo'q. Laylatul Qadr kechasida qanaqadir pishiriladigan maxsus taom yo'q. Shirgurunch pishiramiz. Kerak emas u. Laylatul Qadr kechasida aynan borib ziyoratgoh yuramiz, 2 rakat namoz o'qiymiz. Yoki yoshlarimiz piyoda qanaqangidir ziyoratgohlarga borib ziyoratga borishadi. Bunaqa joy yo'q. Bu bid'at bu. Bu noto'g'ri bu. Bu gunoh bu. Qilmang unday ish. Laylatul Qadr kechasini bedor o'tkazish kerak. Mana tarovehdan keyin bordik, imkon qadar Qur'on o'qiymiz, imkon qadar zikr aytamiz, imkon qadar ahli ayolimiz bilan suhbatlashamiz, farzandimizga bir nasihat qilamiz. Shu Laylatul Qadr tong otguncha, demak saharlikkacha shunaqangi narsalar bilan namoz o'qib, Qur'on o'qib, zikr aytib, kitob o'qib, ilm o'rganib, farzandlarimizga nasihat qilib o'tkazamizda, saharlikni qilib, bomdodni o'qib